Akajon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Meni ismim Hasan. Akamning ismlari Xuysyan. Bular polchi. Как Vangani bilasizmi? Lekin ularning qorni juda ham och. Agar siz ularning qornini to'ydirsangiz, siz haqingizdagi bor ma'lumotlarni aytib beradi. Yo'q, kakra shunaqasi kerak edi-da. Yuringlar, ovqatlanish kerak bo'lsa ovqatlantiraman. Yuring, Xuysyan aka. Aka, ovqatlarni aytdim bolalarga, zo'r qilib tayyorlab kelsan. Nozik mehmonlar kelishganda. Xo'p. Xush kelibsizlar. Akajon, qarang, qanaqa chiroyli, fayzli joy ochilibdi. Bu joyda eski plashatkasi ham bor ekan-a? Yo'q, qayerdan bildingiz aka buni? Hozir kirayotganda ko'rdim-da, ko'zim tushdi. Ko'rdingizmi? Biladi bular. Bilyapti. Bu joy betonkada, klesmosning yonida joylashgan ekan. Tavba qildim. Aka, buni qayerdan bildingiz siz? Taksida o'sha yo'ldan keldik-da. Ko'rdingizmi? Biladi dedim sizga. Bilyapti, hamma narsani bilyapti. Biladi. Xuysyan aka, o'zingizda bo'lsin. Voy, Gap yo'q. rahmat. Akalar meni qo'rim to'ydi. Endi men haqimda ma'lumot ayting qani? Men kimman? Haqiqatan ham aka, bular kim o'zi? Bular chumo. Ha? Chumosizda. Nima gap? Chumo bo'lmasangiz bizni shuncha gapimizga ishonib ovqat olib berasizmi? Ya, endi Xuysyan aka bunaqada. Bular shuncha yedirdi, ichirdi. Yaxshi inson-ku bular. Yaxshi chumoda. Yaxshi chumomi? Xudoga shukr. U ko'chada hamma yomon chumosan deydi, xafa bo'laman-da. Qaysi ko'kam chamanda, chilligan